Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Taala bizga izgi Ramazan oyын ulug' ne'mat etib berdi. Ammo ul ne'matlarni qo'l qo'shirib, ishsiz o'tirib qana olu mumkin tugil. Әлеге oyning barakatidan foydalanib, o'zingga buyuk maqsadlar qo'yasan. Masalan, Qur'onni to'lisincha o'qib chiqu, masjidga jamoat namozlarini yishroq kelu, nashar sifatlardan qutulu. Ham bu oyda әлеге ishlarni ishlovchidan da jinglaytilar. Alloh Taolaning rahmati bilan bek ko'p kishilar bu oyda elekkaga yomonlikda, botqoqlikda o'tkargan turmushlarini yaxshi yoqqa o'zgartirdilar. Әлеге oyda suvga, rizqqa, bo'sh vaqtga qarata munosabat o'zgara. Bu aybirlarning nindi ne'mat ekanligini niqlab tushunasan. Birgalashib masjidlarda o'qilgan taravih, jamoat namozlari jonga lazzat ham tinchlik beradi. Bu oyda o'zaro qardoshlik, tug'anlik, bir-birini yaratib tushunchalari tog'i danig'i. Alloh Taala tutgan urazalarimizni, ishlagan izgi amallarimizni qabul qilib, ikki dunyo baxtini erishtirib jannatga kiritsa edi.